Hurmatli rahbarlar. Men Kattaqo'rg'on shahridanman. Ismim Sherif Ahmadjon Habibullayevich. Bu murojaatim har qanday ko'p odamlar prezidentga murojaat qiladi. Men bu safar boshqacha yo'l tutmoqchiman. Samarqand viloyati hokimiga. Hurmatli hokim janoblari. Men kollektiv nomidan chiqib murojaat qilyapman. Bizlar ko'p yillardan beri Kattaqo'rg'on shahrida umum ovqatlanish tresti, ya'ni Abshpit korxonada qanchalik talon-taroj bo'lib, butunlay barbod bo'lib ketganligi haqida qilingan jinoyatlar haqida bir necha yillardan beri murojaat qilib kelyapmiz. Turli rahbarlarga. Lekin ammo hech qanday natijasi bo'lmayapti. Men ozgina gapirib bermoqchiman bu trest Abshpit haqida. Bu Abshpitga Qaraxonov degan rahbar boshqargan bu Abshpitni, Kattaqo'rg'on shahridagi Abshpit. Borinki 92-93 yillarga juda katta aksiyalar sotilgan. Korxonada 800 kishi ishlagan, 400 ta aksioner bo'lgan. Qaraxonov rahbarligida, boshchiligida. Borinki bizlar ko'p qatori men ham aksiya sotib olgan edim. Bu menga Qaraxonov juda yaqin qarindosh. Shu korxonada men 16 yil baza mudiri bo'lib ishlaganman. Va ko'p qatori aksiya sotib olganman. Borinki o'sha sotib olingandan keyin 98-yil kelib mahsulot cheklangan jamiyatga aylanyapti. Pazanda mahsulot cheklangan jamiyati deb nom olib xususiylashtirilyapti butun korxona. Shu payti men mana 782% ulushga ega bo'lganman. Mana o'zimni asli nusxasi. Borinki 2002-yil qisqa gapirib beraman bu korxonada bo'lgan talon-tarojliklar haqida. 2002-yil chaqirib olyapti-da qarindoshim Habibullo, Qaraxonov Habibullo. O'z ulushingni men nomimga o'tkazsang, endi bitta zane beraman, restoran, kafe deb meni har xil yo'llar bilan qo'limdan aldab yozdirib oldi. Men ishonib yozib berdim men, chunki qarindoshim bo'ladi. Borinki shu yozib bergandan keyin birdaniya meni ishdan ham olib, bir 2-3 oy o'tgandan keyin olib borsam, meni mulkim qani deb, boshingni qidib menga qo'pol muomala qildi. Men so'ng bilsamki, men qatori o'nlab ta'sischilar aldangan ekan. So'ng biz yoza-yoz chiza-chiz qildik, ko'pchilik bo'lib har tarafga, lekin ammo natijasi bo'lmadi shuncha yillardan beri. Borinki 2002dan 2007-yilga muvaffaq bo'ldiki, jinoyat ish ochtirishga 62-94 jinoyat ishi ochildi Qaraxonov Habibullo ustidan. Men shu Pazanda mahsulot cheklangan jamiyat rahbari, ya'ni qarindoshim ustidan. Borinki o'sha davrda boyanki 2007-yil Ubaydullayev degan tergovchi 2007-yil 7-sentyabr kuni Ubaydullayev degan tergovchi tergov qilgan bu narsani. Lekin bizlarni ishtiroksiz. Biz aytyapmiz, chor tarafga telefon qilib, boyanki xatlar kirgizyapmiz. Biz aldanganimiz bir tarafga tursin, bir tarafga. Lekin biz so'ng muvaffaq bo'ldikki, Samarqand viloyatidan boyanki xususiylashtirishga oid hujjatlarni qo'lga kiritdik. Ya'ni mana 6-ilova degan hujjat. Mana 6-ilova. Biz so'ng tahlil qildik. Qani bu rahbar nimalar qilgan xususiylashtirish davrida? Biz aldanganimiz bir tarafga tursin mayli. Biz tahlil qilib chiqdik. Tahlil qilsayki, akashitsa bu millionlab dollarlarni o'g'irlab sotgan. Boyangi mulklarni xususiylashtirish davrida boyangi mulklarni yashirganda so'ng o'zga kishilarga sotgan. Mana biz shuni ilova qilib xatlarga yozib mutasaddi rahbarlarga uzatgan biz. Lekin ming afsuski bo'lsinki, bular mana Ubaydullayev boshchiligida jinoyat ochilgan. Lekin Ubaydullayev janoblari biron marta biz bilan uchrashganmiz, uni даже tanimaymiz ham biz.
Bu jinoyatlarni yashirganlar. Shundan keyin biz yilma-yil yozishni ushladik. Har yil yozamiz. Har yil mana 7 marta jinoyat ish ochilgan. 7 marta. Mana 7 marta jinoyat ochilib 7 marta yopilgan. O'zingiz o'ylang, janob hokim. Bitta jinoyat ishi 7 marta ham ochilib yopiladimi? Kim birga manfaatdor bo'lyapti? Nima uchun bizlar ishtirokimizga tekshirilmayapti? Mana 7 marta tekshirilgan tergovchilarning nomi 2018-yil 26-fevral Marupov, 2018-yil 30-may J.K. Nabiyev, 2017-yil 26-dekabr E.Z. Sultanov, 20-fevral 2017-yil S.U. Odilov, 15-mart 2018-yil U.X. Abduqahhorov, 9-dekabr 2017-yil B.I. Normatovlar. Mana tergovchilar. Bu tergovchilar, janob tergovchilar. Sizlar qiyga qarab poloshdinglar buni. Bu jinoyatlarni biz beryapmiz-ku sizga. Biz allanganimiz bir tarafga tursin, lekin jinoyatlarni ochmayaptilar-ku. Janob hokim, bular kimlar manfaatdor? Nima uchun bularni yoshirib kelyapti? Hozir mana shu jamiki mol-mulklar aslida o'zi mana 21% bo'lgan. Qaraxonovda nimasi? Ulushi. Bu yerga 25 kishi bo'lgan, mana 25 kishi bo'lgan asoschilar. 100% unga o'tib ketyapti. Hammani chaqirib aldab olgan. Biz aytib beryapmiz. Aldanganlar ko'p mana. Yozib beryapmiz qo'l qo'yib. Lekin natijasi bo'lmayapti. Janob hokim, sizdan iltimos, bularni nazoratga oling. Polniy bardak bo'yanki aytgan gaplarga 7 marta ochilyapti. 7 marta yopilyapti. Biron marta bizdan kelib so'ragan yo'q. Mana shu 6-ilavada ko'rsatilgan mulklar, xususiylashtirish davrida shaharga qad ko'tarib turgan mulklar kiritilmagan, so'ng o'zgalarga sotib olgan. Biz yozyapmiz, ko'rsatyapmiz. Ming afsus, lekin hech kim quloq solmayapti. Yopib kelyaptilar jinoyatlarni. Biz aldanganimiz, yana bir marta qaytaraman, 10 marta qaytaraman. Biz aldanganimiz bir marta bo'lyapti. Lekin biz isbotini qilib beryapmiz. Davlatni talon-taroj qilganlar. Yana bir misol keltiray mana. O'sha 92-yil aksionerlik jamiyati o'tgan paytimiz 3,5 millionga ustamli fondimiz bo'lgan. Ayni 98-yilga kelib yana o'sha 3,5 million pulni ko'rsatyapti mana. 98-yilga bergan guvohnoma 3,5 million yana ustamli fond qilib ko'rsatyapti. 6 yilgacha indeksatsiyalarni yoshirgan, soliqlarni yoshirgan, soliq to'lanmagan, qistasiga urgan hammasini. Hozirgi kunda kelib million dollarlab korxona o'g'lay qolyapti. O'g'li katta bizneslarni ochib maza qilib yuribdi. O'zi o'ylab ko'ring, 21% tergovchilar, 21% odam qanday 100% bo'ladi? Bir savol bermadimi? Bizdan ochni stavka qilgan yo'q. Janob hokim, hech qanday ochni stavka qilmay bir-biridan ko'chirib, qarg'a ko'zini cho'qimagandan bir-biridan ko'chirib shuni yozyapti. Mana Ubaydullayev qanday yozgan bo'lsa, undan keyin 6 ta tergovchi ham shunday yozib bergan. Biron marta bizdan ochni stavka qilib tekshirgan yo'q bu jinoyatlarni. Million dollarlik mulklar hozir o'g'lay qolyapti. Katta biznesmen. Biz ham xohlaymiz biznesmen bo'lishga. Qachongacha Rossiyaga yurib, Rossiyadan kun ko'ramiz biz. Qachonki mulklarimiz aldangan, bir men emas, aytyapman, men kollektiv nomidan gapiryapman. Bir mana guvohnoma mana. To'g'ri, qarindoshim har xil yo'llar bilan aldab oldi, lekin biz aytyapmiz, audio yozuvlari ham bor buni isbotlovchi. Biz beryapmiz hammasini, lekin natija bo'lmayapti. O'rtoq hokim, iltimos sizdan, jamoa nomidan sizdan iltimos qilamiz. Bu narsalarga bir chek qo'yish kerak. Adolat xohlaymiz biz ham. Biz ham yaxshi yashashni xohlaymiz. Nima shuni o'g'li bir necha million dollarlikni biznes ochib, biznes qilib, maza qilib yuribdi. Dengiz Arabistonlarga dam olib yuribdi. Men ham xohlayman Arabistonga dam olishni. Yo, men o'g'illarim ham xohlaydi Arabistonga dam olishni. 40 ming dollarlik mashinalarni minib yurganini. Men ham o'g'lim xohlaydi 40 ming dollar mashina minishga. Lekin ming afsus, mana mulklarimiz aldangan bu Qaraxonov tomonidan. Iltimos sizdan, janob hokim, bu narsalarga bir chek qo'yib, adolatni yuzaga chiqarib berishingizni iltimos qilib so'raymiz. Ko'p aytilayotgan gaplar ko'p. Mana bu hujjatlarni ko'rsangiz, mana bu hujjatlarni hammasi nima bo'ladi? Ayon bo'ladi. Mana hujjatlarni ko'rsat. To'lib ketgan hujjatlar. Ko'rib ketgan.
iltimos sizdan gapimni qisqa qilaman. Mana shu narsalarga yordam bering. Bu jinoyatlarni ochishga yordam bering. Kimlar manfaatdor bo'lgan? Mana 7 ta tergovchi yopib kelyapti. 7 ta tergovchi yopib kelgan. Rahmat sizga. Yordamimizni kutib qolamiz.